Oyoqlardagi shish bu eng ko'p uchraydigan klinik belgi hisoblanadi. O'zi nimaga oyoq shishadi? Savollar juda ham ko'p. Ba'zilari haqida ma'lumot beraman. Agar shish yurakka bog'liq bo'lsa, muammo yurakda bo'ladigan bo'lsa, ko'proq kechga borib kuchayadi. Ertalab tongga yaqin kamayadi. Undan tashqari, oyoqdagi shishni bosganda biroz chuqurcha bo'ladi va sekinlik bilan joyi to'ladi. Eng muhim belgi yurakka bog'liq shishlarda yurganda hansirash bo'ladi. Uzoqroq masofada zinadan chiqayotganda, sababi venoz yetishmovchilik hisobida yurakka qaytadigan qon sekinlik bilan qaytadi. O'pka kerakli kislorodni yetkazib bera olmaydi. Shuni hisobidan bemorda hansirash paydo bo'ladi. Agar shish buyrakka bog'liq bo'lsa, ko'proq qovoq shishi bilan boshlanadi. Ya'ni nefrotik sindrom deydi. Qovoqlar shishi bilan birgalikda boshlanadi. Agar muammo jigarda bo'ladigan bo'lsa, oyoqlardagi shish bilan birga qorin atrofida ham shish bo'lishi mumkin. Ya'ni astit belgilari paydo bo'ladi. Agar limfa tizimidagi muammo sababli oyoqda shish paydo bo'ladigan bo'lsa, juda ham tarang, qattiq bo'ladi oyoq. Ko'p holatda simmetrik emas, ya'ni ikkala oyoq shishmaydi, bir tomonlama shish kuzatiladi. Hamda qo'llarda ham shish kuzatilishi mumkin. Albatta bu narsalarni farqlash va aniq tashxis qo'yish uchun kerakli tekshiruvlar o'tkazish kerak bo'ladi. Videoni oyoqlari shishadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.